Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yozgi ta'til davrida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida dolzarb 90 kun tadbirlarini o'tkazish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan edi. Milliy gvardiya Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasida ham yoshlar ishtirokida qator ma'naviy, ma'rifiy, sport va psixologik tadbirlar o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. Milliy gvardiya Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi harbiy qismlarida mazkur vazifalarni yuqori saviyada, sifatli va uyushqoqlik bilan amalga oshirish maqsadida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, amaliy ishlar davom etmoqda. Xususan, harbiy qismlarda dolzarb 90 kun loyihasi doirasida qator ma'naviy, ma'rifiy, sport va psixologik tadbirlar o'tkazilmoqda. Harbiy xizmatchilarning farzandlari ishtirokida o'tkazilgan quvnoqlar va chaqqonlar sport musobaqalari aynan so'zimizning yaqqol tasdig'idir. Mazkur musobaqalarda yoshlar sport estafetasi, arqon tortish, shaxmat shashka, futbol va voleybol kabi yo'nalishlar bo'yicha o'zaro bellashdilar. Men do'stlarim va sinfdoshlarim bilan Milliy gvardiya harbiy qismlariga keldik. Bu yerda shaxmat shashka bo'ldi, arqon tortish bo'ldi va estafeta ham bo'ldi. Menga musobaqada yoqqani estafeta bo'ldi. Yozgi ta'tillarda bunaqa ko'p musobaqalar bo'lishini istardim. Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan mazkur ishlar yoshlar bandligini ta'minlash, ularni barkamol avlod etib tarbiyalash, milliy qadriyatlar va vatanparvarlik g'oyalariga sodiq bo'lish ruhida shakllantirishga xizmat qilmoqda.